Agar sen doim jim bo'lsang, hayot seni sekin bosib o'tadi. Sening fikring bor, lekin u eshitilmaydi. Sening darding bor, lekin u hisobga olinmaydi. Va eng xavflisi, sen bunga ko'nikib qolgansan. Sen jim bo'lib yurasan. Shunaqasi yaxshiroq deysan. Muammo bo'lmaydi deysan. Lekin ichingda bilasan, bu jimlik seni yemiryapti. Bu audio kitob jim yurib yutaman deb o'ylagan, lekin ichida ezilib yashayotgan odamlar uchun. Agar hozir chiqib ketsang, hammasi o'sha qoladi. Agar qolsang, ichingdagi jimlik buzila boshlaydi. Birinchi bob. Jimlik qayerdan boshlangan? Hech kim jim bo'lib tug'ilmaydi. Bu gap oddiy tuyulishi mumkin, lekin unda katta haqiqat bor. Bola dunyoga kelganida u jim emas. U yig'laydi, u talab qiladi, u e'tibor so'raydi. Bola och bo'lsa, yig'laydi. Qo'rqsa, yig'laydi. Og'risa, ovoz chiqaradi. Chunki bola ichidan kelgan narsani to'xtata olmaydi. U o'zini yashirmaydi. U o'zini oqlamaydi. Demak, jimlik tug'ma xususiyat emas. Jimlik keyin o'rganilgan holat. Bu holat qayerda boshlanadi? Ko'pincha juda oddiy joyda, bolalikda. Birinchi marta kattalar shunday deydi: jim bo'l, katta gapiryapti, aralashma, ovozingni pasaytir. Bu gaplar yomon niyat bilan aytilmaydi. Hech kim bolani sindirish uchun aytmaydi. Lekin bola bu gaplarni so'zma-so'z tushunmaydi. U ularni his qilib qabul qiladi. U ichida shunday xulosa paydo bo'ladi. Gapirsam, noqulay bo'lar ekan. Gapirsam, muammo chiqar ekan. Jim bo'lsam, xavfsizroq ekan. Shu joyda jimlik ildiz otadi. Bola ulg'ayadi, maktabga boradi. Sinfxonada ham xuddi shu holat takrorlanadi. Savol berishdan oldin o'ylaydi. Balki kulishar, balki noto'g'ri aytarman. Shuning uchun qo'lini ko'tarmaydi. Jim qoladi. O'qituvchi esa buni shunday qabul qiladi. Bu bola tinch, asal bola. Aslida esa bu bola tinch emas. U faqat o'zini bosishni o'rganyapti. Yillar o'tadi. Jimlik odatga aylanadi. Keyin ish, keyin jamoa, keyin munosabatlar. Sen endi kattasan. Ichingda fikr bor, lekin tilingga kelganda u to'xtab qoladi. Nega? Chunki ichingda bir eski ovoz bor. Jim bo'l, keragi yo'q, keyin aytarsan. Lekin keyin hech qachon kelmaydi. Eng qiziq tomoni shundaki, sen bu jimlikni o'zing tanlagandek his qilasan. Aslida esa bu tanlov emas. Bu o'rgatilgan refleks. Sen ko'p vaziyatlarda jim qolasan va buni sabr deb ataysan. Lekin ichingda tinchlik yo'q. Ichingda bosim bor. Agar jimlik haqiqiy sabr bo'lganida edi, iching yengil bo'lardi. Lekin sen jim bo'lgach, ichingda gap qoladi. G'azab yig'iladi. O'zingdan norozi bo'lib qolasan. Shuni aytsam bo'lardi-ku, nega yana jim qoldim? Bu savollar kechasi keladi. Uxlashdan oldin, yolg'iz qolganda. Demak, muammo shundaki, sen jimlikni tanlayotganing yo'q. Sen o'rgatilganingcha yashayapsan. Jamiyat jim odamni yaxshi ko'rgandek bo'ladi. Uni muammo chiqarmaydi deb hisoblaydi. Lekin shu jimlikning narxini faqat sen to'laysan. Sening fikring aytilmay qoladi. Sening chegarang buziladi. Sening qadring sezilmaydi. Va vaqt o'tib, sen shunga ko'nikib qolasan. Eng xavfli joy mana shu. Inson har qanday og'riqqa ko'nikishi mumkin. Hatto o'zini inkor qilishga ham. Shu sabab bu audio kitob muhim. Chunki u jimlikni yomonlash uchun emas, uni tushunish uchun yozilgan. Jimlik sening aybing emas. U sening tarixing. Lekin u sening kelajaging bo'lishi shart emas. Agar sen hozir bu gaplarni eshitib turgan bo'lsang, demak ichingda nimadir uyg'onyapti. Bu yaxshi belgi. Chunki jimlik qayerdan boshlanganini tushungan odam undan chiqish yo'lini ham topa boshlaydi. Ikkinchi bob. Jimlik tarbiya emas, moslashuv. Ko'p odam jimlikni tarbiya deb o'ylaydi. Jim bo'lsa odobli, kam gapirsa aqlli, chiqib ketmasa
tarbiyali. Bu fikrlar bolalikdan ongimizga singdirilgan. Lekin bu haqiqatning faqat bir tomoni. Jimlik har doim tarbiya emas. Ko'p hollarda u moslashuv. Moslashuv degani nima? Bu muhitga qarab o'zingni o'zgartirish. Bu xavfsizroq bo'lish uchun ichingdagi narsani yashirish. Bu muammo chiqmasligi uchun o'zingni kichraytirish. Bola buni juda tez o'rganadi. U atrofni kuzatadi. Kim gapirsa tanbeh oladi. Kim jim bo'lsa maqtaladi. Shu paytda bola ichida bitta xulosa paydo bo'ladi. Jim bo'lsam meni qabul qilishadi. Bu tarbiya emas. Bu tirik qolish mexanizmi. Moslashuv yomon emas. U seni muayyan vaziyatda saqlab qoladi. Lekin u uzoq muddatda sening ovozingni o'chiradi. Sen ulg'ayasan. Hayot murakkablashadi. Lekin ichingdagi mexanizm o'zgarmaydi. Ishda sen noto'g'ri qarorni ko'rasan, lekin jim turasan. Chunki ichingda eski signal bor. Aralashma muammo bo'ladi. Munosabatda sen xafa bo'lasan, lekin aytmaysan. Chunki ichingda yana o'sha ovoz. Aytsang barbod bo'ladi. Shu tariqa jimlik tarbiya niqobi ostida yashay boshlaydi. Aslida esa u qo'rquvdan kelgan moslashuv. Tarbiya bilan moslashuv o'rtasida katta farq bor. Tarbiya ichki tinchlik beradi. Odamni mustahkam qiladi. Moslashuv esa ichki bosim beradi. Odamni sekin charchatadi. Agar sen jim bo'lib, ichingda og'irlik his qilsang, bu tarbiya emas. Agar sen jim bo'lib, keyin o'zingdan norozi bo'lsang, bu sabr emas. Bu moslashuv. Moslashuvning eng xavfli tomoni shundaki, u asta-sekin shaxsiyatga aylanadi. Avval sen jim bo'lasan. Keyin seni jim odam deb bilishadi. Keyin sen o'zingni shunday deb qabul qilasan. Va bir kuni sen shunday deysan, men shunaqaman. Aslida esa yo'q. Sen shunaqa bo'lib tug'ilmagansan. Sen shunaqa bo'lishga o'rgatilgansan. Moslashgan odam ko'pincha yaxshi ko'riladi. Uni qulay deyishadi. U bilan muammo bo'lmaydi. Lekin qulay odamni hurmat qilishmaydi. Uni ishlatishadi. Bu achchiq gap, lekin haqiqat. Hurmat moslashuvda emas, aniqlikdan tug'iladi. Agar sen doim moslashib yursang, chegarang yo'qoladi. Fikring yutiladi. Qadring sezilmaydi. Va eng yomoni, sen buni sezmaysan ham. Chunki moslashuv sekin ishlaydi. U baland ovoz bilan kelmaydi. U odat sifatida keladi. Bir kuni esa sen to'xtab qolasan va shunday deysan: negadir hayotimda men yo'qman. Bu nuqtaga kelgan odamlar ko'p. Ular hammani tushunadi, hammani o'ylaydi, lekin o'zini unutadi. Moslashuv seni yomon odam qilmaydi. U seni charchagan odam qiladi. Bu bobning eng muhim joyi mana shu. Agar sen jim bo'lib, ichingda tinchlik bo'lsa, bu tanlov. Ichingda bosim bo'lsa, bu moslashuv. Farq shu yerda. Bu audio kitob seni hammaga qarshi qo'ymaydi. U seni qo'pol ham qilmaydi. U faqat bitta narsani qiladi. Senga o'zingni qaytaradi. 3-bob. Nega odamlar seni eshitmaydi? Ko'p odam shunday savol beradi. Nega meni hech kim tinglamaydi? Bu savol tashqi tomondan oddiy ko'rinadi, lekin uning javobi tashqarida emas, u ichkarida. Odamlar seni eshitmayotgani uchun emas, sen gapirmayotgandek tuyuladi. Lekin bu ham to'liq javob emas. Asl sabab shundaki, odamlar so'zning o'ziga emas, so'z ortidagi signalga quloq soladi. Sen gapirganingda nima uzatiladi? Ikkilanish, kechirim ohangi, baribir hissi. Bu so'zlarda emas, bu ohangda. Masalan, sen shunday deysan: balki noto'g'ri bo'lsa ham, menimcha. Bu jumla bilan sen nimani aytyapsan? Men ham o'zimga ishonmayapman. Odamlar buni ongli ravishda tahlil qilmaydi. Ular buni his qiladi. Inson miyasi juda tez ishlaydi. U bir necha soniyada qaror chiqaradi. Bu ovozga quloq solamanmi yoki e'tibor bermaymanmi? Agar ovoz noaniq bo'lsa, miya uni fon sifatida qabul qiladi. Shuning uchun
ba'zi odamlar kam gapiradi, lekin hamma quloq soladi. Ba'zilari esa ko'p gapiradi, lekin hech kim eshitmaydi. Farq so'zlar sonida emas, farq ichki pozitsiyada. Ichki pozitsiya bu sen o'zingni qayerda ko'rayotganing, pastdami yoki tepadami? Agar ichingda shunday fikr bo'lsa, men bezovta qilmay, keraksiz gapirmay, bu fikr sening ovozingdan seziladi. Odamlar seni yomon ko'rmaydi. Ular shunchaki seni hisobga olmaydi. Bu juda muhim farq. Eshitilmaslik yomonlik emas. Bu signalning noto'g'ri chiqishi. Yana bir sabab bor. U ham juda muhim. Sen ko'p vaqt jim bo'lib yurgansan. Odamlar bunga ko'nikib qolgan. Ular seni shunday biladi. U jim, u moslashadi, u qarshi chiqmaydi. Shu sabab sen gapirganingda ham ularning miyasi seni jiddiy qabul qilishga tayyor bo'lmaydi. Bu adolatsizlikdek tuyuladi, lekin bu real. Odamlar seni kechagi xulqing asosida baholaydi. Bugungi bir gap bilan bu tasvir darrov o'zgarmaydi. Shuning uchun ko'p odam bir marta gapirib, keyin yana jim bo'lib qoladi. Baribir foydasi yo'q deydi. Aslida esa bu jarayon vaqt talab qiladi. Eshitilish bu obro' jarayoni. Obro' esa barqarorlikdan keladi. Agar sen bugun gapirib, ertaga yana jim bo'lsang, odamlar seni eski joyga qaytaradi. Lekin agar sen sekin, lekin muntazam gapira boshlasang, signal o'zgaradi. Yana bir nozik sabab bor. Ba'zi odamlar ichida shunday qo'rquv yashaydi. Agar men gapirsam, meni rad etishadi. Shu qo'rquv tufayli ular gapni yarmida to'xtatadi yoki yumshatadi yoki kulib yuboradi. Bu himoya mexanizmi, lekin bu mexanizm signalni buzadi. Odamlar sening fikringni emas, sening ikkilanishingni eshitadi. Shuning uchun ba'zan sen to'g'ri gapirsang ham, u havoda osilib qoladi. Bu yerda bitta muhim haqiqat bor. Odamlar seni eshitishi uchun sen to'g'ri bo'lishing shart emas. Sen aniq bo'lishing kifoya. Aniqlik kuchli signal. Aniqlik degani ortiqcha oqlanmaslik, gapni cho'zmaslik, oxirida lekin qo'shmaslik. Masalan, agar xato bo'lmasa, balki shunday qilsak, men bunday qilishni taklif qilaman. Ikkinchi jumla kuchliroq, chunki u aniq. Bu yerda gap buyruq berishda emas, gap ichki tayanchda. Agar sen ichingda men aytishga haqliman degan nuqtaga chiqmasang, tashqi ovoz o'zgarmaydi. Shuning uchun odamlar seni eshitmayapti. Ular sening ichki holatingni eshityapti. 4-bob. Jim yurishning yashirin narxi. Jim yurish bepul emas. Uning narxi bor. Faqat bu narx darrov ko'rinmaydi. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Jim tursam muammo bo'lmaydi. Jim bo'lsam kamroq og'riydi. Qisqa muddatda bu rostdek tuyuladi, lekin vaqt o'tishi bilan jimlik o'z hisobini ola boshlaydi. Birinchi bo'lib yo'qoladigan narsa ichki yengillik. Sen bir vaziyatda gapirmaysan, ichingda nimadir qoladi, lekin sen buni sezmaslikka harakat qilasan. Ikkinchi marta ham jim bo'lasan. Uchinchi marta ham. Shu paytda ichingda bosim yig'ila boshlaydi. Bu bosim baland ovozda kelmaydi. U sokin keladi. Kechga uxlayotganingda keladi. Yolg'iz qolganingda keladi. Hech kim ko'rmayotgan paytda keladi. Shuni aytsam bo'lardi-ku. Nega yana jim qoldim? Bu savollar bir marta kelib ketmaydi. Ular qayta-qayta keladi. Jimlikning ikkinchi narxi o'ziga ishonchning sekin yemirilishi. Har safar sen gapirmay qolganda ichingda bitta xulosa mustahkamlanadi. Mening fikrim unchalik muhim emas. Bu xulosa baland aytilmaydi. U ichki dialogga aylanadi. Keyin sen gapirmoqchi bo'lasan, lekin ichingda shunday ovoz chiqadi. Keragi yo'q. Baribir foydasi yo'q. Bu ovoz tashqi dunyodan emas. Bu o'zing yaratgan ovoz. Jimlikning 3-narxi chegaralarni yo'qolishi. Agar sen doim moslashib yursang, odamlar qayerda to'xtashini bilmaydi. Ular sening vaqtingni oladi, sening kuchingdan foydalanadi, sening
joyingni bosib o'tadi va eng yomoni, ular buni yomon niyat bilan qilmaydi. Ular shunchaki sening chegarangni ko'rmaydi, chunki sen uni ko'rsatmagansan. Jim odamning chegarasi tashqi tomondan ko'rinmaydi. Ko'rinmagan chegarani esa buzish oson. Jimlikning 4-narxi ichki g'azab. Bu juda muhim. Ko'p jim odamlar o'zini tinch deb o'ylaydi. Aslida esa ichida g'azab bor. Lekin bu g'azab tashqariga chiqmaydi. U ichkariga buriladi. Natijada o'zingdan jahling chiqadi. O'zingni ayblaysan. O'zingni kuchsiz his qilasan. Bu g'azabni tan olmaslik esa yanada katta muammo tug'diradi. Chunki tan olinmagan g'azab charchoqqa aylanadi. Jimlikning 5-narxi hayotdan chetlanish hissi. Bir payt kelib, sen shunday his qilasan. Men bor joyda hayot mendan o'tyapti. Odamlar qaror qabul qiladi. Suhbatlar bo'ladi. Hayot davom etadi. Sen esa tomoshabin bo'lib qolgandek bo'lasan. Bu holat juda ko'p sekin keladi. Shu sabab ko'p odam buni darrov sezmaydi. Ular shunchaki shunday deydi. Negadir hayotimda rang yo'q. Aslida esa rang yo'qotilgan emas. U ichiga yutilgan. Jim yurishning eng xavfli joyi shundaki, u tashqi tomondan to'g'ri ko'rinadi. Hech kim senga sen noto'g'ri yashayapsan demaydi. Jamiyat jim odamni ko'pincha maqtaydi. Tinch, muammosiz, yaxshi. Lekin hech kim sening ichingga qaramaydi. Shu sabab jimlik yillar davomida davom etishi mumkin. To bir kun ichingda savol paydo bo'lguncha, men qachon o'zim bo'laman? Bu savol juda muhim. Chunki bu savol uyg'onish belgisi. Bu audio kitob seni jimlikdan majburan chiqarish uchun emas. U sening jimliging narxini ko'rsatish uchun. Chunki odam narxini ko'rmaguncha o'zgarishga ehtiyoj sezmaydi. Agar sen hozir shu bobni eshitib, ichingda nimadir qimirlayotgan bo'lsa, bu yaxshi. Bu degani sen jimlikning haqiqiy narxini asta-sekin ko'ra boshlayapsan. 5-bob. Jimlik va ichki g'azab. Ko'p odam jimlikni tinchlik bilan adashtiradi. Tashqaridan qaraganda jim odam sokin ko'rinadi. U bahslashmaydi. U ovozini ko'tarmaydi. U muammo chiqarmaydi. Lekin jimlik har doim tinchlik degani emas. Ko'p hollarda jimlikning ichida g'azab yashirinadi. Faqat bu g'azab ochiq chiqmaydi. U ichkariga buriladi. Ichki g'azab baland ovoz bilan kelmaydi. U shovqin qilmaydi. U sekin ishlaydi. Masalan, sen bir vaziyatda xafa bo'lding, lekin aytmading. Keragi yo'q deding. Keyin gaplashaman deding. Keyin esa hech qachon gaplashmading. Bu g'azab qayerga ketdi? U yo'q bo'lib ketmadi. U ichingda qoldi. Keyingi safar shunga o'xshash vaziyat bo'ladi. Yana jim qolasan. Yana ichingda nimadir yig'iladi. Shu tariqa ichki g'azab qatlam-qatlam bo'lib to'planadi. Bu g'azab tashqariga chiqmagani uchun u o'z yo'lini ichkaridan topadi. U qanday chiqadi? Charchoq bo'lib, befarqlik bo'lib, sovuqlik bo'lib, ba'zan esa o'zingga nisbatan g'azab bo'lib. Sen shunday deysan: men nimaga bunaqaman? Nega hech qachon gapira olmayman? Aslida sen o'zingdan jahling chiqmayapti. Sen ichga yutilgan g'azabni o'zingga qarata bosyapsan. Bu juda xavfli holat. Chunki ochiq chiqmagan g'azab ichki energiyani yemiradi. Insonda kuch bo'lishi uchun ichki energiya erkin harakat qilish kerak. Jimlik esa bu energiyani tiqib qo'yadi. Natijada sen tez charchaysan. Kichik narsalardan ham bezovta bo'lasan. Hayotda zavq kamaya boshlaydi. Ko'p jim odamlar shunday deydi: men aslida asabiy emasman, shunchaki charchaganman. Bu to'liq rost emas. Ular charchagan emas. Ular ichki g'azabni ko'tarib yuribdi. Ichki g'azab tan olinmagani sari kuchayadi. Lekin u tashqariga chiqmagani uchun u ichki bosimga aylanadi. Shu sabab jim odamlar ko'pincha bosh og'rig'idan, yurak siqilishidan, doimiy taranglikdan shikoyat qiladi.
Bu faqat jismoniy emas, bu psixologik yuk. Jamiyat bizga shuni o'rgatgan. G'azab yomon, g'azabni ko'rsatma. Aslida g'azab yomon emas, bu signal. G'azab shuni aytadi: bu joyda chegaram buzildi. Bu yerda men rozi emasman. Agar bu signalni bosib tashlasang, u yo'qolmaydi. U faqat shaklini o'zgartiradi. Ochiq g'azab, ichki g'azab. Ichki g'azab charchoq, charchoq befarqlik. Va bir kun kelib sen shunday deysan: menga baribir. Bu eng xavfli nuqta. Chunki baribir degan joyda inson o'zini yo'qota boshlaydi. Jimlik va ichki g'azab o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish katta burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadi: sen yomon emassan, sen agressiv emassan, sen shunchaki aytilmagan gaplarni ko'tarib yuribsan. Bu bob seni g'azabli odamga aylantirish uchun emas, u seni halol qilish uchun, o'zing bilan halol bo'lish uchun. Agar ichingda g'azab bo'lsa, bu sening tirikliging belgisi. Masala uni qanday chiqarishda. 6-bob. Sabr bilan jimlik o'rtasidagi farq. Ko'p odam jim qolganida o'zini shunday oqlaydi: men sabr qilyapman, vaqtni kutyapman, shoshilmayapman. Bu gaplar tashqaridan chiroyli eshitiladi, lekin ichkarida har doim ham rost bo'lavermaydi. Sabr va jimlik bir xil narsa emas. Ularni adashtirish esa juda qimmatga tushadi. Sabr bu ongli tanlov. Jimlik esa ko'pincha majburiy holat. Sabr qilayotgan odam ichida tinchlik bo'ladi. U qarorini biladi. U nimani kutayotganini tushunadi. Jim yurgan odam esa ichida taranglik bilan yashaydi. U nimani kutayotganini ham bilmaydi. U shunchaki vaziyat o'tib ketishiga umid qiladi. Farq mana shu yerda. Agar sen jim bo'lib turganingda ichingda og'irlik, bezovtalik, aytilmagan gaplar bo'lsa, bu sabr emas. Bu bosib turilgan holat. Sabr odamni kuchaytiradi. Jimlik esa odamni sekin charchatadi. Sabr qilayotgan odam o'zini yo'qotmaydi. Jim yurgan odam esa o'zidan uzoqlashadi. Ko'p jim odamlar shunday deydi: men sabr qildim, lekin hech narsa o'zgarmadi. Chunki ular sabr qilmagan, ular jim bo'lib kelgan. Sabrda har doim ichki tayanch bo'ladi. Jimlikda esa ichki tayanch yo'q. Sabr qilayotgan odam men hozir aytmayman, lekin aytaman deydi. Jim yurgan odam esa balki aytmasam ham bo'lar deydi. Bu ikki fikr o'rtasida katta farq bor. Sabr vaqt bilan bog'liq. Jimlik qo'rquv bilan bog'liq. Agar sen jim qolganingda ichingda qo'rquv bo'lsa, rad etilish qo'rquvi, mojaro qo'rquvi, yo'qotish qo'rquvi, bu sabr emas. Bu o'zini himoya qilishga urinish. Lekin muammo shundaki, bu himoya uzoq muddatda seni zaiflashtiradi. Chunki sen doim ichingni bosib yurishga majbur bo'lasan. Sabr qilayotgan odamning nafasi ochiq bo'ladi. Jim yurgan odamning nafasi tor bo'ladi. Buni tanadan ham bilsa bo'ladi. Jim odamlar ko'pincha yelkalari qisilgan, bo'yni tarang, nafasi yuzaki yuradi. Bu tasodif emas. Bu ichki bosimning tanadagi aksidir. Sabr bilan jimlikni ajratib ko'rish uchun o'zingga bitta savol ber: men hozir jimmanmi yoki sabr qilyapmanmi? Agar javobing shunday bo'lsa, vaqt keladi aniq aytaman. Demak bu sabr. Agar javobing shunday bo'lsa, baribir tushunishmaydi. Demak bu jimlik. Jimlik ko'pincha umidsizlik bilan birga yuradi. Sabr esa ishonch bilan. Sabr qilayotgan odam o'z qadrini biladi. Jim yurgan odam esa o'z qadrini kechiktiradi. Bu juda muhim farq. Jamiyat jim odamni ko'pincha sabrli deb ataydi. Lekin jamiyat ichingni ko'rmaydi. Ichingda nima bo'layotgani muhim. Agar sen jim bo'lib, ichingda g'azab yig'ilayotgan bo'lsa, bu sabr emas. Agar sen jim bo'lib, ichingda o'zingni yo'qotayotgan bo'lsang, bu sabr emas. Bu audio kitob seni shoshilishga undamaydi. U seni baqirishga ham undamaydi. U faqat bitta narsani aniqlashtiradi.
Qayerda sen kuch yig'yapsan, qayerda esa o'zingni bosyapsan. Chunki kuch yig'ish foydali, o'zini bosish esa yemiradi. 7-bob. Ovozni ko'tarish nima degani aslida? Ko'p odam ovozini ko'tarish deganda bitta narsani tasavvur qiladi. Baqirish, janjal, keskinlik. Shu sabab ko'pchilik ichida shunday qo'rquv bor. Agar gapirsam, qo'pol bo'lib ketaman. Agar ovozim chiqsa, yomon odam bo'laman. Bu katta xato. Ovozni ko'tarish baqirish emas. Ovozni ko'tarish ichki tayanchni topishdir. Baqirish nazoratni yo'qotish. Ovozli bo'lish esa nazoratni o'z qo'liga olish. Bu ikkalasi butunlay boshqa narsa. Jim odam ko'pincha ikki holat orasida qoladi. U jim qoladi yoki ichida yig'ilib ketgan gapni birdan portlatadi. Shu sabab ba'zi jim odamlar bir kuni kutilmaganda keskin gapirib yuboradi. Keyin esa o'zidan uyaladi. Aslida muammo ovozda emas. Muammo tayanch yo'qligida. Ichki tayanch bo'lmagan odam ikki yo'ldan birini tanlaydi. To'liq jimlik yoki haddan oshish. Ikkalasi ham muvozanat emas. Ovozini ko'tarishni bilgan odam baland gapirmaydi. U aniq gapiradi. Aniqlik bu balandlik emas. Aniqlik ichki aniqlik. Masalan, sen shunday deyishing mumkin. Bu menga mos emas. Bu jumlada baqiriq yo'q, hujum yo'q, oqlanish yo'q. Lekin u kuchli. Nega? Chunki bu jumla ichki qarorga tayangan. Ovozni ko'tarish degani ortiqcha izoh bermaslik. Ko'p jim odamlar gapirayotganda o'zini himoya qilishga urinadi. Uzr so'rab, oqlanib, kulib. Bu esa signalni yana zaiflashtiradi. Ovozini topgan odam gapni yumshatmaydi, lekin qattiqlashtirmaydi ham. U faqat o'z joyida turadi. Bu joy qayer? Bu joy men aytishga haqliman degan ichki nuqta. Agar sen ichingda shu nuqtaga chiqmasang, ovozing tashqarida baribir titraydi. Shu sabab ovozni ko'tarish tashqi texnika emas. Bu ichki holat. Ba'zi odamlar notiq emas. Ular chiroyli gapira olmaydi, lekin ularni eshitishadi. Nega? Chunki ular gapirayotganda o'z joyida turadi. Ular uzr so'ramaydi. Ular o'z fikrini yashirmaydi. Ular baribir demaydi. Bu juda seziladi. Ovozni ko'tarishning yana bir muhim tomoni bor. Bu chegarani ko'rsatish. Chegara baqiriq bilan ko'rsatilmaydi. Chegara aniqlik bilan ko'rsatiladi. Masalan, bu bilan men rozi emasman. Bu mening mas'uliyatim emas. Bu mavzuda gaplashishni xohlamayman. Bu jumlalar tinch, lekin ular mustahkam. Jim odamlar ko'pincha chegarani ko'rsatmaslikni yaxshilik deb o'ylaydi. Aslida esa chegara yo'qligi na senga, na boshqalarga foyda. Ovozini topgan odam boshqalarni bosmaydi. U o'zini yo'qotmaydi. Bu juda muhim farq. Ovoz agressiya emas. Ovoz mavjudlik belgisi. Agar sen ovozingni chiqarmasang, hayot seni sezmaydi. Bu shafqatsiz gap emas. Bu real. Hayot ham, odamlar ham aniq signallarga javob beradi. Agar signal yo'q bo'lsa, javob ham bo'lmaydi. Bu bobdan bitta narsa qolsa yetarli. Ovozingni ko'tarish uchun ovozingni balandlashtirishing shart emas. Faqat ichingda men borman degan joyni egallashing kifoya. 8-bob. Yo'q deya olmaslikning psixologiyasi. Ko'p odamlar yo'q deya olmasligini xarakter deb o'ylaydi. Men shunaqaman, yuragim yumshoq, kimnidir ranjitgim kelmaydi. Aslida esa bu xarakter emas. Bu o'rgatilgan reaksiyadir. Hech kim tug'ilib yo'q deya olmaydigan bo'lmaydi. Bola istamagan narsasini ochiq bildiradi. U tortib oladi. U yig'laydi. U qarshilik qiladi. Keyin esa unga sekin o'rgatishadi. Bunaqa qilma, uyat bo'ladi. Yaxshi bola rozi bo'ladi. Shu joyda yo'q so'zi xavfli bo'lib ko'rina boshlaydi. Bola ichida shunday bog'lanish paydo bo'ladi. Yo'q desam, meni yoqtirmay qolishadi. Yo'q desam, rad etishadi. Bu bog'lanish yillar o'tib ham qoladi.
katta bo'lgach, vaziyat o'zgaradi. Lekin ichki mexanizm o'zgarmaydi. Ishda ortiqcha yuk berishadi. Sen rozi bo'lasan. Ichingda esa qarshilik bor. Lekin tilingdan yo'q chiqmaydi. Munosabatlarda sen istamagan narsaga rozi bo'lasan. Keyin esa ichingda xafalik yig'iladi. Yo'q deya olmaslikning asosida bitta qo'rquv yotadi. Aloqani yo'qotish qo'rquvi. Inson tabiatan yolg'iz qolishdan qo'rqadi. Shu sabab u ko'pincha o'zini qurbon qiladi. Lekin bu qurbonlik aloqani saqlab qolmaydi. U aloqani sekin zaharlaydi. Chunki yo'q deya olmagan odam ichida g'azab yig'iladi. Bu g'azab bir kun kelib sovuqlikka aylanadi yoki befarqlikka. Shu sabab ko'p munosabatlar shunday tugaydi. Hech qanday katta janjalsiz, faqat sovuqlik bilan. Yo'q deya olmaslik yana bitta muammoga olib keladi. Odamlar sening chegarangni bilmaydi. Agar sen doim rozi bo'lsang, odamlar qayerda to'xtashni qayerdan bilsin? Ular sening imkoniyatingni sinaydi. Sen esa har safar biroz ko'proq berasan va bir kun kelib sen charchaysan. Bu charchoq jismoniy emas. Bu o'zini yo'qotish charchog'i. Yo'q deyish qo'pollik emas. Yo'q deyish rad etish ham emas. Bu chegarani aniqlash. Masalan, bu menga hozir mos emas. Men bunga vaqt ajrata olmayman. Bu taklifni qabul qilmayman. Bu jumlalar hech kimni haqorat qilmaydi, lekin ular seni himoya qiladi. Ko'p odam yo'q deyishni kechiktiradi. Ular o'zicha shunday o'ylaydi. Keyin tushuntirarman, keyin aytaman, lekin kechiktirilgan yo'q ko'pincha ichki portlashga olib keladi. Bir kuni sabr tugaydi. Shunda odam keskin gapirib yuboradi yoki butunlay aloqani uzadi. Aslida esa buni boshida yumshoq yo'q bilan hal qilish mumkin edi. Yo'q deyishni o'rganish o'zini qadrlashni o'rganishdir. Bu bir kunda bo'lmaydi. Bu mashq. Birinchi marta aytganda qo'rqasan, yuraging tez uradi. O'zingni noqulay his qilasan. Lekin keyin hech narsa bo'lmaydi. Odamlar ketib qolmaydi. Seni yomon ko'rib qolmaydi. Aksincha, ko'pincha seni ko'proq hurmat qiladi. Chunki aniq odam bilan ishlash oson. Chegarali odam bilan munosabat sog'lom bo'ladi. Bu bobdan bitta fikr qolsa yetarli. Yo'q deyish boshqalarni itarish emas. Bu o'zingni joyiga qo'yish. 9-bob. Jim odam nega sekin hurmatini yo'qotadi? Hurmat birdan yo'qolmaydi. U sekin ketadi. Sezdirib, sezdirmay ketadi. Ko'p jim odamlar shunday deydi. Avvallari meni hurmat qilishardi, endi yo'q. Bu birdan bo'lmagan. Bu jarayon. Hurmat baland ovozdan kelmaydi. Hurmat ichki pozitsiyadan keladi. Agar sen o'zingni ikkinchi o'ringa qo'ysang, boshqalar ham shunday qiladi. Bu yomonlik emas. Bu moslashuv. Odamlar seni qanday ko'rsa, shunday munosabat qiladi. Jim odam ko'pincha shunday signal beradi. Men moslashaman. Men chidashim mumkin. Men qarshi chiqmayman. Bu signal so'z bilan aytilmaydi. U xatti-harakat bilan uzatiladi. Masalan, sen fikringni aytmaysan. Sen qarorga aralashmaysan. Sen oxirida qolasan. Bularning barchasi bir xil signal. Vaqt o'tib, odamlar shuni qabul qiladi. Bu odam shunaqa va shundan keyin hurmat sekin yo'qola boshlaydi. Bu yerda muhim farq bor. Jim odamni ko'pincha yomon ko'rishmaydi. Uni mensimaslik ham emas. Uni hisobga olishmaydi. Bu esa hurmatsizlikning eng sokin shakli. Hurmat faqat yaxshi bo'lishdan kelmaydi. Hurmat chegaradan keladi. Agar chegarang bo'lmasa, hurmat ham bo'lmaydi. Ko'p jim odamlar shunday o'ylaydi. Men yaxshi bo'lsam, meni qadrlashadi. Bu bolalikdagi ishonch. Lekin katta hayotda bu ishlamaydi. Katta hayotda odamlar aniqlikni, barqarorlikni, chegarani hurmat qiladi. Jim odamlar ko'pincha hamma ishni qiladi. Kam e'tiroz bildiradi. Kam talab qiladi. Boshida bu qulaylik ko'rinadi. Lekin keyin
Bu normalga aylanadi. Normal bo'lgan joyda esa hurmat kamayadi. Chunki hurmat doim biroz masofa talab qiladi. Jim odam esa masofani o'zi yo'q qiladi. U tez rozi bo'ladi, tez yon beradi, tez tushunadi. Bu yaxshi fazilatdek tuyuladi. Lekin me'yordan oshsa, u o'ziga qarshi ishlaydi. Hurmat bilan yoqtirish bir xil emas. Seni yoqtirishlari mumkin, lekin hurmat qilishmaydi. Bu ikkisini adashtirmaslik muhim. Yoqtirilgan odamdan foydalanish mumkin. Hurmat qilingan odam bilan esa hisoblashishadi. Jim odamlar ko'pincha yoqtiriladi, lekin kamdan kam hisobga olinadi. Bu juda og'riqli joy. Chunki inson ichida shunday ehtiyoji bor. Men muhimman. Men hisobdaman. Agar bu ehtiyoj uzoq vaqt qondirilmasa, inson ichidan sinadi. Jim odamlar ko'pincha buni tan olmaydi. Ular shunchaki shunday deydi: men charchadim. Aslida esa ular hurmat yo'qligidan charchagan. Hurmatni qaytarish mumkin. Odamlarni o'zgartirish shart emas. O'zingni o'zgartirish kifoya. Aniq bo'lish, chegarani ko'rsatish, kerak joyda yo'q deyish. Bu qo'pollik emas. Bu o'z joyingni egallash. Hurmat qaytishi birdan bo'lmaydi. U ham sekin keladi. Avval odamlar hayron bo'ladi, keyin o'rganadi, keyin hisoblashadi. Bu jarayon. Eng muhimi, sen o'zingni ichingda hurmat qila boshlaysan. Ichki hurmat bo'lmasa, tashqi hurmat uzoq turmaydi. Bu bobdan bitta haqiqat qolsa yetarli. Hurmat so'rab olinmaydi. Hurmat egallab olinadi. 10-bob. Ovoz ichki kuch belgisi. Ovoz tashqi narsa emas. U ichkaridan keladi. Ko'p odam ovozni nutq bilan adashtiradi. Go'yoki chiroyli gapira oladigan odam kuchli, gapira olmagan esa kuchsizlik. Aslida esa kuch gapning shaklida emas. Kuch ichki tayanchda. Ichki tayanch deganda nimani tushunamiz? Bu sen o'zingni hayotda qayerda ko'rayotganing. Bu sening ichingda men bor degan joy. Bu sen o'zingni yo'qotmay turib boshqalar bilan bo'la olish qobiliyating. Ovoz ana shu joyda chiqadi. Shu sabab ba'zi odamlar kam gapiradi, lekin ularning borligi seziladi. Ular xonaga kirganda ham o'zgarish bo'ladi. Ular baland gapirmaydi, lekin ular jim ham emas. Ular o'z joyida turadi. Ichki kuch degani tajovuz emas. Ichki kuch degani bosim ham emas. Ichki kuch barqarorlik. Agar sen ichingdan barqaror bo'lsang, tashqi vaziyat seni u qadar silkita olmaydi. Jim odamlar ko'pincha kuchsiz emas. Ular shunchaki o'z kuchini ichkariga qamab qo'ygan. Bu kuch qayerda tiqilib qolgan? Aytilmagan gaplarda, bosilgan hislarda, buzilgan chegaralarda. Ichki kuch erkin chiqmaganda u ichki taranglikka aylanadi. Shu sabab ko'p jim odamlar shunday deydi: men ichimdan kuchli edim, lekin tashqarida yo'qdekman. Aslida kuch yo'qolmagan. U faqat chiqolmayapti. Ovoz bu kuchning tashqi ko'rinishi. Agar ovoz chiqmasa, kuch ham sezilmaydi. Bu juda oddiy, lekin chuqur haqiqat. Ichki kuchli odam o'zini isbotlashga harakat qilmaydi. U o'zini himoya qilib yurmaydi. U ortiqcha oqlanmaydi. U shunchaki mavjud. Shu sabab bunday odam gapirganda odamlar to'xtab quloq soladi. Bu sehr emas. Bu ichki barqarorlikning signali. Ichki kuch qanday quriladi? U birdan paydo bo'lmaydi. U ichki qarorlardan boshlanadi. Yo'q deyish, chegarani ko'rsatish, o'z fikrini yutmaslik. Har bir shunday qadam ichki kuchni biroz oshiradi. Ko'p odamlar ichki kuchni tashqi muvaffaqiyatdan izlaydi. Lavozim, pul, e'tirof. Bular foydali bo'lishi mumkin, lekin agar ichki tayanch bo'lmasa, ular ham seni mustahkam qilmaydi. Ichki tayanch bo'lmagan odam eng kichik tanqiddan ham sinadi. Ichki tayanch bo'lgan odam esa tanqidni eshitadi, lekin o'zini yo'qotmaydi. Bu katta farq. Ovoz qayta chiqa boshlaganda hayotda kichik o'zgarishlar bo'ladi. Avval
Odamlar ko'proq quloq sola boshlaydi, savol berishadi, fikringni so'rashadi. Keyin sen o'zingni yengilroq his qilasan, ichingdagi bosim kamayadi. Bu jarayon sekin, lekin barqaror. Muhimi, sen ovozni tashqaridan izlamaysan, uni ichkaridan chiqarasan. Bu audio kitob seni notiq qilmoqchi emas, u seni o'zingga qaytarmoqchi. Chunki sen ovozsiz emassan. Sen shunchaki uzoq vaqt jim bo'lgansan. Ovoz qaytganda sen qo'pol bo'lib qolmaysan. Aksincha, aniq bo'lasan. Aniq odamlar bilan hayot ham aniq gaplashadi. Bu bobdan bitta fikr qolsa yetarli. Ovoz bu gapirish qobiliyati emas. Ovoz bu ichki kuchning tashqi belgisi. 11-bob. O'zini eshitishni qayta o'rganish. Ko'p odamlar shunday deydi: men o'zimni bilaman, men o'zimni tushunaman. Lekin chuqurroq qaralsa, ko'pchilik o'zini eshitmaydi. Bilish bilan eshitish bir xil emas. Bilish bu fikr, eshitish bu aloqa. Jim odamlar ko'pincha boshqalarning ovozini juda yaxshi eshitadi. Ular kim nimani xohlayotganini, kim nimadan ranjishini, kimga nima kerakligini tez sezadi. Lekin bitta ovoz eshitilmay qoladi. Bu o'zining ovozi. Bu qachon boshlanadi? Odam uzoq vaqt jim yurganda ichki ovozni bosib yashaydi. Vaqt o'tib esa u ovoz pasayadi. U yo'qolmaydi. U faqat uzoqlashadi. Shuning uchun ko'p odamlar shunday deydi: men nimani xohlayotganimni bilmayman. Qanday qaror to'g'ri ekanini sezmayapman. Bu chalkashlik emas. Bu uzoq vaqt o'zingni eshitmaganing natijasi. O'zini eshitish bu baland gapirish emas. Bu ichkarida bo'layotgan narsani payqashdir. Masalan, nimadir taklif qilishdi. Sen darrov ha deding. Lekin ichingda nimadir qisildi. Mana shu qisilgan joy signal. Ko'p odamlar bu signalni o'tkazib yuboradi. Chunki ular shunday o'rgangan. Keyin o'ylayman. Lekin ichki ovoz keyin bilan ishlamaydi. U faqat hozirgi lahzada eshitiladi. O'zingni eshitishni qayta o'rganish katta qarorlardan boshlanmaydi. U juda kichik joydan boshlanadi. Masalan, tanang qanday javob beryapti? Iching kengaydimi yoki toraydimi? Sen yengillik sezdingmi yoki og'irlik? Bu savollar oddiy, lekin juda muhim. Chunki ichki ovoz ko'pincha tana orqali gapiradi. Ichki ovozni eshitish uchun avval shoshishni to'xtatish kerak. Jim odamlar ko'pincha tez qaror qiladi. Chunki ular qaror bilan vaziyatdan chiqib ketmoqchi bo'ladi. Aslida esa ularga biroz pauza kerak. Pauza bu jimlik emas. Pauza bu tinglash. Masalan, kimdir sendan nimadir so'radi. Sen darrov javob bermasang ham bo'ladi. Bir oz o'ylab ko'raman deyish o'zingni eshitishga berilgan ruxsat. Ko'p odamlar shundan qo'rqadi, balki yomon ko'rishar. Aslida esa bu sog'lom chegara. O'zini eshitishni qayta o'rganayotgan odam sekinroq yashay boshlaydi. Lekin bu sustlik emas. Bu aniqlik. Aniqlik bo'lgan joyda ortiqcha ichki kurash bo'lmaydi. O'z ovozini eshitgan odam o'ziga kamroq xiyonat qiladi. U har safar to'g'ri tanlov qilmasligi mumkin, lekin u o'zini sotmaydi. Bu juda katta farq. O'zini eshitgan odam xatodan qo'rqmaydi, chunki u xatoni ham o'zi tanlaganini biladi. Jim odamlar esa ko'pincha xatodan emas, afsusdan qo'rqadi. Shuni aytsam bo'lardi, shuni qilmasam bo'lardi. Bu afsus ichki ovozni yana bosadi. Shu sabab bu bob muhim. O'zini eshitish bu o'zini hurmat qilishning boshlanishi. Bu narsani hech kim sening o'rningga qila olmaydi. Hech kim sening ichingni eshitib bermaydi. Bu mas'uliyat. Lekin bu mas'uliyat yengil. Chunki u seni o'zingga qaytaradi. Agar sen hozir bu bobni eshitib, ichingda ozgina jimlik paydo bo'lsa, bu yaxshi belgi. Bu jimlik bosim emas. Bu ichki e'tibor. 12-bob. Jimlikdan chiqish bir martalik harakat emas, qaror. Ko'p odamlar shunday o'ylaydi.
Bir marta jur'at topsam, hammasi o'zgaradi. Bir marta gapirsam, ichim yengillashadi. Bu qismat rost, lekin to'liq emas. Jimlikdan chiqish bitta gap bilan tugamaydi. Bu qaror. Qaror degani esa har safar tanlash. Bugun tanlash, ertaga yana tanlash, indinga ham tanlash. Jimlik odat. Odat esa bir kunda ketmaydi. Lekin u har kuni oz-ozdan bo'shashadi. Ko'p jim odamlar shunday deydi: endi gapiraman. Lekin keyin yana eski holatga qaytadi. Bu mag'lubiyat emas, bu jarayon. Jimlik yillar davomida qurilgan bo'lsa, undan chiqish ham vaqt oladi. Eng muhimi o'zingni ayblamaslik. Agar sen bugun gapira olmadim deb o'zingni sindirsang, jimlik yana kuchayadi. Agar sen shunday desang, bugun bo'lmadi, lekin men yo'ldaman. Mana shu qaror. Jimlikdan chiqish degani har safar to'g'ri gapirish emas. Bu degani o'zingni sezish, ichki ovozni tan olish va asta-sekin unga joy berish. Ba'zan sen gapirasan va ovozing titraydi. Bu normal. Ba'zan sen gapirasan va noto'g'ri tushunishadi. Bu ham normal. Jimlikdan chiqish ideal bo'lish emas. Bu tirik bo'lish. Qaror qabul qilgan odam mukammal bo'lib qolmaydi, lekin u yo'qolib ketmaydi. Endi sen orqaga qarasang, shu kitobda bitta asosiy yo'lni ko'rasan. Avval jimlikning ildizini tushunding, keyin uning narxini ko'rding, keyin ovoz nimadan iboratligini anglab yetding, keyin o'zingni eshitishni boshlading. Endi navbat oxirgi qadamga. Bu qadam tashqarida emas, bu qadam ichingda. Shu yerda savol bor. Men bundan keyin kim bo'laman? Jim bo'lib yashaydigan odammi yoki ovoz sekin asta chiqayotgan odammi? Bu savolga javobni hech kim sendan tortib ololmaydi. Bu sening qaroring. Jimlik seni himoya qilmaydi. U faqat seni ko'rinmas qiladi. Ovoz esa seni xavfga qo'ymaydi. U seni hayotga qaytaradi. Bu yerda muhim bir haqiqat bor. Odamlar sen o'zgarganing uchun ketib qolsa, demak ular seni emas, sening jimligingni sevgan bo'ladi. Bu og'riqli bo'lishi mumkin, lekin bu tozalash. Ovoz bilan birga hayot ham tozalanadi. Yangi chegaralar paydo bo'ladi. Yangi munosabatlar keladi. Yangi hurmat shakllanadi. Va eng muhimi, ichingda yengillik paydo bo'ladi. Bu yengillik shovqinli bo'lmaydi. U sokin bo'ladi, lekin barqaror bo'ladi. Endi sen bilasan, jimlik sening tabiating emas, bu sening o'tmishing edi. Ovoz esa sening haqiqiy holating. U qaytmoqda. Bugun hamma narsani o'zgartirishing shart emas. Bugun faqat bitta narsani tanla. Ichingdagi gapni butunlay o'ldirmaslikni. Bitta joyda, bitta vaziyatda, bitta jumlada. Shu yetarli. Shu joydan boshlab hayot senga boshqacha qaray boshlaydi. Chunki sen ham o'zingga boshqacha qaray boshlaysan. Bu audio kitob shu yerda tugayapti. Lekin sening yo'ling shu yerdan boshlanadi. Jimlikdan chiqish bu ovozli hayotga kirish va bu qaror endi seniki. Agar sen shu paytgacha jim bo'lib kelgan bo'lsang, bil, bu sening aybing emas. Seni shunday o'rgatishgan, seni shunday moslatishgan. Lekin endi sen bilasan, jimlik seni himoya qilmaydi. U seni sekin yo'q qiladi. Ovoz esa xavf emas. Ovoz hayot belgisi. Bugun sen hammaga qarshi chiqishing shart emas. Bugun faqat bitta narsani qil. Ichingdagi gapni butunlay o'ldirma. Bitta joyda, bitta vaziyatda, bitta jumla bilan. Shu yetarli. Odamlar darrov o'zgarmasligi mumkin. Hayot ham darrov yumshamasligi mumkin. Lekin sen o'zgara boshlaysan va eng muhim narsa shu. Chunki sen o'zingni eshitishni boshlagan joyda hayot ham senga quloq sola boshlaydi.
Bu audio kitob shu yerda tugaydi, lekin sening ovozing shu yerda boshlanadi. Jim yurish, o'tmish. Ovoz sening haqiqiy holating va endi bu tanlov faqat seniki.